Ba'zida musor paqirda hozir bitta ko'rsatishimdan oldin qarang. Mana shuni videosini qo'ydik, ko'pchilik obzor qilinglar degan javob qoldirib, 96% odam qiziqish bildiribdi, qaranglar. Haqiqatda buni olib qarasangiz 90-95% odamlarning uyida musor tashlaydigan chelagi bo'lmaydi. Kimlardir anu bir korobka qilib oladi, bir ko'chadan chelak olib kelib qo'yib, o'shanga tashlaydi, paqir olib kelib. Yo'q, bizda o'shani oshxona uchun akkuratniy varianti bor mana. Shuni eshikni, kuxnyaning eshigini shuni ochsangiz o'zi og'zi ochilib keladi. Qarang, musorda bemalol tashlayverasiz. Tashab to'lgandan keyin mana o'zining chelagida yoki salafanga kizib qo'ysangiz bo'ladi. Salafanga yo'q bo'lmasa u tushirib tashab turib, yana mana top-toza qaytarib joyiga qo'yib, shuni yopib qo'yasiz. Bo'ldi уже mana hidi ham chiqmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Turaveradi. Yana shuni ochsangiz mana og'zini qarang, ochilishini ko'ryapsizmi? Shuni ochganingizda og'zi ochiladi. Aytdi ipi bo'ladi tepasida. Yopganingizda og'zi yopiladi, hit hech narsa chiqmaydi. Ochganingizda o'sha og'zi ochilib kelaveradi mana. Amringizga muntazirman deb ochiladi. Shuni tashlaysiz, tashab to'lgandan keyin tashib yuborasiz, yana qaytarib olib kelib yuvib joyiga qo'yib qo'yasiz. Mana eng akkuratniy varianti. Qarang, xuddi shunaqa qiziq ma'lumot, oshxona uchun, mebel uchun, mana shunaqa foydali ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun podpiska bosib, like bosib, yaqinlarga tashab qo'yinglar.